Hammaga salom. Bugungi videoning bosh qahramoni tanishinglar. Bu yigit ismi Shahzod, shahrizabsizlik tadbirkor. Super transformatsiyaga ega bo'ldi. Naturalni, kimyo ishlatmasdan, sport pitaniya ishlatmasdan faqat bilim yordamida qilgan natijasiga baho beringlar. Eng muhim savoldan boshlaymiz. Shahzod, mana shu formaga kelish uchun cheklovlar qildingmi yo'qmi? Shirinlik mumkin emas, non mumkin emas, meva mumkin emas, tupoy kachoklar tavsiyalariga amal qildingizmi yo'qmi? Yo'q, men unaqa cheklov qo'ymaganim uchun ham shu 6 oy davomiga shu natijagacha keldim. Dalchi bundan buyog'iga ham hozir natija qilish niyatim bor. Agar batafsil qiziq bo'ladigan bo'lsa, hammaga Ramizdagi trenirovkaga men shu jarayonda boshimdan o'tkazgan jarayonni gapirib bersam. Shu отлично. Videoni oxirigacha ko'rishga tavsiya qilaman, chunki qanday bu formaga kelganini Shahzod gapirib beradi. Men trenirovka jarayonida biomexanikaga oid bo'ladigan narsalarni gapiraman. Shahzodning o'zini savollari bor. Menga trenirovka jarayonida qanday amalga oshirish kerakligini. Xullas, juda ham qiziqarli video bo'ladi. Обязательно oxirigacha ko'rishlaring shart. Itak, bugun meni trenirovочный programmam asosida trenirovka olib boriladi. Bugun qo'l bilan oyoqqa ishlaymiz. Trenirovочный programmada spesial urg'u qaratiladigan mashqlar trenirovочный programmaning boshiga qo'yiladi. Nimaga? Chunki boshida sizlar kelasizlar, markaziy charchoq praktiski yo'q и trenirovkani boshiga qo'yiladigan mashqlar samaradorligi zo'r bo'ladi. Именно stimul nuqtai nazardan, rag'bat nuqtai nazardan. Shuning uchun men o'z trenirovkalarimda qo'lga ko'proq urg'u beraman oyoqqa qaraganda. Shuning uchun oyoq mashqlari trenirovkani oxirida turadi, boshida qo'l. Shuning uchun tritsepsdan boshlaymiz. И razminka men qilmayman, lekin razminочный подводящий подходlar qilaman. Nimaga? Chunki hozir, например, рабочий вес 60 qiladigan bo'lsam, taxminan bu vesga kelishim uchun bir nechta подводящий подходlar qilishim kerak. Chunki markaziy nerv sistemamdan keladigan impuls sifati oshib borilishi kerak. Lekin charchab qolmasligim ham kerak. Ko'p повтор qilmayman. Agarda ko'p повтор qilsam, просто так kerakdan ortiq, вообще kerak emas, charchoqqa ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir mana shunday qo'yaman. Yana bitta narsa, qo'lim bilan ushlamayman. Chunki meni markaziy nerv sistema mana shu narsani ushlashga ham applikatsiya qilmasligi kerak. Mana shunaqa primochkalarim bor, aksessuarlarim bor. Hozir ildiraman, shu. Meni markaziy nerv sistemam faqat tritsepsga yo'naltiradi, triceps ishlash uchun. Shuning uchun tushunishlaring kerak. Har bitta qilinadigan движение o'zini anosini selini, maqsadida bo'ladi. Просто tak biz zalga kelib qandaydir tosh ko'tarish uchun kelmaymiz. Turaman, и ушел. Раз. И tros bilan qo'lim bir tekislikda bo'lishi kerak. Раз. Всё. Bittasiga qildim. Ikkinchisiga ham almashtiraman, qilaman. Lekin men hozir ikkinchi blokda qilaman, bu blokda Shahzod qiladi, davay. Tirsak bitta joyda и до конца. Вот так. 5 martaga yetarli bo'ladi. Shtob qon aylanishi kerak. Yo'q, qon aylanishi emas. Bu biza markaziy nerv sistemani tayyorlayapmiz. Da, to есть hozir markaziy nerv sistemaga signal boradi. Imенно triceps bilan biz qandaydir mashq qilmoqchimiz. Nagruzga tushadi degan signal bor. Bizda mushaklarimizda past chegarali mushak tog'larimiz bor, yuqori chegaralar. Yuqori chegaralar mushak tog'larida ishlatish uchun markaziy nerv sistema moshni impuls yuborishi kerak-da. Shuning uchun mana shu impulsni yuborishi uchun sekin-sekin markaziy nerv sistemani tayyorlab boryapmiz. Agarda biz hozir, например, ko'pchilik mana bu tupoy kachoklar qilinadigan metod qilsak, qizdirishim kerak mushakni, 15 ta qilaman, da. Просто так charchoq bo'ladi-da. Anaqa periferik charchoq, metabolit yig'iladi, keyingi podxodlarda samaradorligi tushadi. Nimaga ular atkazgacha ishlamaydi, например, kimiklar va asosda shunday qiladi-da. Ularga bu narsa haqida o'ylash ahamiyati yo'q-da, chunki ular kimyo urdimi, sun'iy ravishda sintez ko'tarildi. Ular atkazga yaqin ishlaydimi, ishlamaydimi, nima qilmasa ham mushagi rivojlanadi. Shuning uchun ularda ehtiyoj yo'q. Mana shunaqa narsalarga hozir markaziy nerv sistemani charchatmagan holatda 2x mushak tolasiga rag'bat tushiradigan darajaga yetib borishimiz kerak. Da. Bizning maqsadimiz trenirovka jarayonida shunday qilish kerakki, markaziy charchoq kam bo'lsin, lekin stimul ham yetarlicha bo'lsin. Umuman markaziy charchoqni olib tashlab trenirovka qilib bo'lmaydi. В любом случае bo'ladi, lekin bizning maqsadimiz markaziy charchoqni kamaytirish. Chunki bu narsa keyingi trenirovkamizcha bo'ladigan tiklanish jarayoniga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu haqda o'ylamasak, ishlaydigan veslarimizda progressiya ham oshmaydi, mushak oshmaydi, o'zingda lattadek his yurasan. Men o'sha defitsit davomiga menga shunaqa holat bo'ldi.
6 oy davom etgan bo'lsa, где-то bir 4-5 oylariga kelib, o'sha ish, baribir oila, trenirovkani men har kun qilib qo'ydim. Shtobi programmani har kun 6 kunga bo'lib borib, zalga har kun chiqdim. Baribir keyin markaziy nerv sistemam charchab qoldi. Xuddi siz aytgandek, hech narsa yoqmay, o'sha tanamdan yog' ketishi ham kamayib qoldi. O'sha yog' foizlari tushmay qoldi. 1 oy davomida umuman defitsitga bo'lsam ham yog' foizi yo'qolmadi-da. Shunaqangi keyin o'sha markaziy nerv sistemam charchaganini bildim men. Stressga tushib qolasiz. То есть ishda ham stress, по-любому hayotda stress, plus ovqat kam defitsitda stress. Keragidan ortiq trenirovka qilasan stress. Bu yig'iladi, metabolik moslashuv rivojlanishni boshlaydi, kortizol gormoni ko'tarilishi mumkin. Bu даже agarda yog' hujayrangdan yog' ketayotgan bo'lsa, o'rnida suv kiradidagini senga bilinmaydi. Vazning ham ketmayapti, santimetr ham ketmayapti. Sen tushunmaysan. Вроде men harakat qilyapman, tanqislikdaman, natija yo'q. Lekin bu именно zakamuflirованный effekt bo'lishi mumkin. Yog' ketyapti, o'rniga hujayraga suv kiryapti. Chunki stress katta, kortizol ko'tarilgan. Salgina dam olasan, yo'q, kaloriyani ko'tarasan, podrechkaga chiqasan, yo'q, anoda stressni kamaytirasan, trenirovka orqali birdaniga kortizol tushadi, suv ketadi, yana o'zgarishlarni ko'rasan. Shuning uchun особенно tanqislikda trenirovka jarayonini juda ham mana shunaqa yuvelirniy nastroyka bilan qilish kerak. Chunki yog' ketish, mushak o'stirish bu o'z yo'liga, lekin trenirovka jarayoni sen tadbirkorsan, sen sportsmen emassan. Sen zaldan tashqari hayotda sifatini o'ylashing kerak. То есть ishga bo'ladigan, yangi cho'qqilarga bo'ladigan energiya kerak. Buning uchun miya faoliyati normal bo'lishi kerak. Plus ham xotin bilan отношения, boshqalar bilan, xullas hamma yerga uspet qilishing kerak. Agarda mana bu sportsmenlarga o'xshab, tupoy kachoklarga o'xshab faqatgina sport bilan yashasang, natija kerakmi? Mana shunaqa u bizga to'g'ri kelmaydi oddiy odamlarga, tем более naturallarga. Bu sportsmenlar shunaqa yo'lda tanlagan, u shunaqa hayot bilan yashaydi. Ko'pchilikka unaqa podxod to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun salbiy effektlar bo'lmasligi uchun faqatgina bilim yordam beradi. Markaziy nerv sistemani ozuqasi nima u? Nima bilan shu markaziy nerv sistemani qanday kuchaytirsak bo'ladimi? Markaziy nerv sistema faqatgina glyukoza bilan ozuqlanadi. То есть uglevoddan keladigan glyukoza markaziy nerv sistemaga ozuqa sifatida o'tadi. Endi biz markaziy nerv sistemani kuchaytira olmaymiz. Endi trenirovkani mana novichok trenirovkalarda boshlaydi-ku, ularda moslashuv bo'ladi tanada. Neyronniy adaptatsiya bo'ladi, plus mushaklari remodelирование bo'ladi, plus markaziy nerv sistemasi ham shunday yangi situatsiyaga moslashadi, plus gormonal sistema juda ham ko'p moslashuvlar bo'ladi. Lekin bu narsani o'zini cho'qqisi bor-da. Допустим, mushakni o'sish jarayoni ancha yuqoriroq adaptatsiyalari markaziy nerv sistemaga qaraganda. Bizning maqsadimiz rivojlanish haqida emas, shu markaziy charchoqni kamaytirish deb o'ylashimiz kerak. Uni rivojlantirish o'ylash shart. Da, chunki qila olmaysan uni. Boshida trenirovkalarda navitchok qandaydir moslashuvlar bo'ladi, shu tugaydi. Например, mana bu sarkomerogenez degan narsa bor. Trenirovkani rastyanutiy pozitsiyadan boshlaysan-ku, sarkomerlar последовательно uzunasiga qo'shiladi. Bu juda ham где-то 2 oy, 3 oydan keyin to'xtaydi. Bu постоянно ro'y beradigan narsa emas, lekin mushak tog'larini, например, sarkomerlarni parallelni qo'shishi bu ko'proq bo'ladi. Shu evaziga miyofibrilla hajmi oshadi, mushak tog'lasini oshadi. Xullas shunaqa tushunishimiz kerakki, charchoqni kamaytirish bizning vazifamiz. Da, charchoqni kamaytirish. Bu qanday qilsak bo'ladi? To'g'ri trenirovочный объем tanlanishi kerak. Juda ham katta tanqislik bo'lmasligi kerak, yaxshi uxlashing kerak. Kun davomida qandaydir stressga uchraydigan narsalarda, momentlarda iloji boricha kamaytirishing kerak. Ozuqasi shu glyukoza. Da. Shuning uchun tushunishimiz kerak, biz trenirovka qiladigan odamlar, miya faoliyatini olib boradigan odamlar uchun glyukoza juda ham muhim. Uglevodlardan qo'rqish kerak emas. Mana shakar seni insuliningni ko'taradi, yoqqa tiqadi deb. Bunaqa emas. Meva-cheva. Da, hammasini yeyish kerak. Hamma narsani nimadan boshlash kerak? Turmush tarzidan. Agarda turmush tarzing optimal nima? Trenirovka qilyapsan, mushaklaring ishlayapti. Faolliging yaxshi, хотя бы 10 ming qadam qilyapsan. Kaloriyalarni kontrol qilyapsan. Normal uxlayapsan 7-8 soat. Shu insulin haqida, testosteron haqida вообще o'ylamaslik kerak. Просто mana shu qilgan ishingni sekin-sekin davom ettirib ketishing kerak, bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Ras. Ishlaydi. Fiyat, buni atkazga tushiramiz. Chunki kichkina mushakda ko'p markaziy charchoq bermaydi. Hozir kichkina mushakka bir haftaga necha marta stimul berish kerak? Вообще umuman mushaklarga 2 mahal minimalida 2 ta stimul berish kerak. 2 marta. Ha? Haftasiga 2 martada. Endi bu trenirovочный programmaga kelib chiqadi-da. То есть birinchidan
trenirovkaga necha marta, haftada necha marta kela olasan? Вообще 2 mahalmi, 3 mahalmi, 4 mahalmi? Buni hamma o'zini hayot tarzidan kelib chiqib belgilaydi. Da. Keyin trenirovочный mashqlarda belgilanadi. Keyin уже подходlar son. Да, shoshilmasdan. Хорошо. Вот так. Давай. Yana bitta yordam beraman. Форсирование bo'ladi, но зато эффекти zo'r. Погнали. Давай. Хорошо. Теперь сам. До конца. Все. Mana shunaqa qilib ishlash kerak. То есть ko'pchilik programmani olsa ham, допустим, yozilgan, tam 3 подход 12 tadan. Qandaydir vez qo'yadi, mana men 12 ta qilishim kerak. 12 ta qiladi, откazga даже yaqinlashmadi, tugatadi. Mana shuning uchun ko'pchilik yaxshi уровеньga chiqa olmaydi, rivojlanmaydi. O'sha men jarayon davomiga birinchi boshlaganimda 4 podxoddan boshlab, mana oxirgi oylarga kelib o'sha bir podxodgacha tushirdim podxodlar sonini. Da. Endi qara, biz tushunishimiz kerak. Tanqislik paytida mushak o'smaydi. Уже novichoklarda 2-3 oy davomida bu amalga oshirsa bo'ladi, одновременно yo'q qilib mushak o'stirib. Lekin уже opitniy bo'lsang, yaxshi o'smaydi. Tadqiqotlar bor, ko'rsatyapti, даже opitnilarda rekompozitsiya degan. Lekin bu vizualni ko'rilmaydi почти, da, MRTda mikroskopda ko'rsang bo'ladi. No, vizualni ko'rinishi uchun juda ham uzoq vaqt kerak. Lekin biz endi odamimiz xohlaymizki tezroq natija qilish. Shuning uchun tanqislikda optimal variant nima? Bor mushak massani ushlagan holda yog'ni yo'qotib olish, keyin уже sekin massalarga o'tish. Mana hozir lekin mushakni ushlash uchun ko'p podxod qilish kerak emas. Nima qilamiz biz keragidan ortiq markaziy charchoqni yig'ib? Shuning uchun sen to'g'ri anoga podxodga kelgansan. Kelasan, откazga yaqin bitta podxodni urasan, bo'ldi, yetarli, stimul borda, joyida turadi. Vaqting ham kamroq ketadi. Kam charchaysan. Zalga kiraman, shtobi siz bilgan bilim bor, maqsadim bor mushak massasini saqlab qolish. Kiraman, kerakli yuklamani beraman, o'sha zaldan chiqib ketaman. Unaqa zalga o'tirib olib, tupay kachoklayotganga o'xshab uni kutimni yirtib ishlab unaqa qilmayman. Da, to'g'ri. Shtobi bilim bor chunki. Da. Nima qilasan? Mana shu bilimsizlik mana shunaqa narsa olib keladi. Ko'pchilik o'ylaydi. Agarda men yaxshi natija qilmoqchimanmi, значит bu yerga faqat qilishim kerak. Agarda charchamasam, trenirovkamda samaradorligi kam bo'lgan, men charchashimiz kerak, terlashim kerak. Bilimsizlik mana shu yo'lga olib keladi. Lekin biliming bo'lsa, mana sen optimizatsiya qilasan trenirovkangda, qiyinchilik ham ko'rmaysan. Agar ovqatlanishga kiradigan bo'lsa, aytyapsan, mana menda cheklovlar bo'lmadi, shirinlik ham yedim, hamma narsa yedim. Bu ham bilim orqali keladigan narsa. Trenirovka ham shunday. Biliming bo'lsa, ovqatlanishingda ham yengillik, trenirovkada ham yengillik. Yaxshi formaga ega bo'lish qiyin emas. Mana o'zing bu narsadan o'tgansan. O'sha misol uchun yoz davomiga har kuni ratsionimga marojniy, non ovqatlar bilan birga. Shuning uchun ham uzoq vaqt davom etdi-da. Agar misol uchun menga cheklov, men yoqtirgan qanaqadir ovqatlar ratsiondan chiqarib tashlangan edi, men 1 oy 2 oyga borib o'sha to'xtatdim-da. Men o'zimni zo'r his qildim. Cheklovlar yo'q, chunki xohlagan narsamni yeya olaman. Shuning uchun uzoq vaqt davom etdi, sifatli bo'ldi. Da, irodani ishga solmaysan. Chunki iroda bu ограниченный resursda. Bu maksimum 2-3 oy chidaysan, qandaydir natija qilasan, в любом случае sinasan, eski pitaniya modeliga qaytagandan keyin tashlagan vesdan qaytib ketadi. Lekin cheklovlarsiz qiladigan natijani sen uzoq umr ushlab qola olasan. Nimaga? Chunki cheklovlarsiz bu natijaga kelgansan. Shu hayotda davom ettirishing mumkin. Tak, bizda keyingi mashq bu biceps uchun. Ikkinchi mashqimiz biceps uchun, именно cho'zilgan pozitsiyadan, rastyanutiy pozitsiyadan. Nimaga biz triceps uchun bizda o'zi ikkita mashq bo'ladi. Tricepsga ikkita mashq, bicepsga. Nimaga tricepsga ikkita mashqda ketma-ket qilmayapmiz? Hozirgi variantda. Birinchi sabab bu men aytib o'tdim. Programmani boshiga qo'yiladigan mashqlar samaradorligi yaxshiroq bo'ladi keyingi mashqlarga qaraganda. Shuning uchun tricepsga ham rag'bat, stimul одинаковый и bitsepsga ham одинаковый bo'lish uchun ketma-ket qilamiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab. Hozir tricepsga ishladik, bu yerda metabolitlar chiqadi. Hozir biceps qilgan paytimiz tricepsimiz dam oladi, keyin ikkinchi mashqqa o'tsak, triceps yana ham samaraliroq ishlaydi. Birinchi mashqni tricepsga qildik, keyin ikkinchi mashqni yana tricepsga qilsak, mana shu ikkinchi mashqda samaradorligi pastroq bo'ladi. Nimaga? Chunki tricepsda metabolitlar bor, charchagan. Mana shunaqa fiziologik momentlarda tushungan holda trenirovka jarayoni qilinadi. Maksimal darajada rag'bat olinadi. Shuning uchun biz tupoy kachok emasmiz. Bizda ekzogen testosteron yo'q. Biz faqatgina bilimga tayanishimiz mumkin. Biceps uchun hozir podvodящий podxod bo'ladi. Tirsak bitta joyda turishi kerak. Ko'targan paytda oldinga yo'naltirmaslik kerak tirsakni. Раз, до конца. Раз.
Hozir shu Ramiz aka mushak maksimalniy cho'zilib, maksimalniy yig'ilishi kerak degan tushuncha. Yo'q, maksimalniy mana, например, men укороченный amplitudadan ham ishlasam bo'ladi. Например, mana shunday qilib, yarimgacha ras. Bu ham qandaydir vaziyatlarda ishlatiladigan variant. Lekin mana bu, то есть qisqargan pozitsiyadan yarimgacha bu optimal bo'lmaydi. Cho'zilgan paytdan, то есть из растянутой позиции частичная amplituda deyiladi. Bu yerdan rag'bat tushishi mumkin. Chunki mana даже ekranni oladigan bo'lsak, shunaqa tadqiqotlar bor. Do konca tushiradi, yarimgacha ko'tariladi, do konca tushiradi, yarimgacha ko'tariladi. Mana shu usul ko'proq natija bergan, nejeli do konca tushirib, do konca ko'targancha. Tushunyapsanmi? Maksimalniy yig'ilishi Ko'pchilik vaziyatlarda ahamiyatga ega emas, lekin qilish kerak. cho'zilishi kerak. Da, cho'zilish bu rastyanutiy pozitsiyadan qo'shimcha rag'bat beradi. Chunki u yerda sitin degan miofilament bor. U mexanotransduksiya o'zini hissasini qo'shadi. Shuning uchun gipertrofический stimul ko'proq bo'ladi. Вот так. Shu 3 ta qildingiz yetadi. Все. Hozir mana men рабочий подход qilaman. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Еще 2, кажется. 7. Osiem. Yana bitta urinib ko'ramiz. Хорошо, mana bu отказной bo'ldi. Все, закончили. O'sha jarayon davomiga где-то o'sha 6 oy bo'lganmiz, 5-oylarga kelib, men bu sustavlarim travmalar ko'paydi-da. Aha. Yelkam, oyog'im, mana shu joylardan travma, o'sha nima sababdan bo'ldi? Birinchidan bu mashq tanlashi. Qanaqa mashq tanlandi и именно shu mashq orqali shu travma bo'ldimi? То есть tahlil qilish kerak-da. Biz hozir bizda informatsiya juda ham kam. Sen aytayapsan-ku, da biz hozir qandaydir fikr yuritishimiz mumkin. Sen tanqislikda 5 oy bo'lding, resurslaring istasheniya bo'ldi, mana shu sabab bo'lishi mumkin deb. Lekin bu bo'lishi mumkin. Lekin boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun qandaydir точный ответ berish uchun ko'proq danni kerak, ma'lumot ko'proq kerak. Ma'lumot ko'proq bo'lish uchun sen jarayonni tahlil qilishing kerak-da. Nima olib keldi shu narsaga? Mo'sh sen yaxshi uxlamagan payting travma bo'ldimi? Chunki shunaqa tadqiqotlar bor. Agarda даже bir kecha normal uxlamasang, bu trenirovka jarayoniga salbiy ta'sir qiladi. Tем более tanqislikda bo'lsang, qanday travmalarga olib kelishi mumkin. O'sha tanqislik payti shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun o'sha yog' foizi kamaygansa, o'sha maqsadga yaqinlashgan payt odam veslar tushirishi mumkinmi? Misol uchun рабочий veslarni sal ortga qaytish mumkinmi? Mushak ketadimi shunaqangi vaziyatda? Yo'q, mushak qachon ketadi? Agarda atkazga yaqin ishlamasang. Biz tushunishimiz kerak-da. Ves bu vosita. Bizda asosiy maqsad mushakni joyida 2x ni rag'batlantirib sintezni oshirish uchun atkazga yaqin ishlash. Nimaga? Atkazga yaqin ishlashing imенно shu 2x yuqori chegaralar mushak tolalari ishga kirib rag'bat olganini bildiradi. A ves bu vosita, допустим, sen tanqislikdasan, o'sha sezyapsan, og'ir veslar cho'ta o'sha qandaydir negativniy effektlarga olib kelyapti. Sen nima qilasan? Salgina kamaytirasan vesni, lekin atkazga borishing sal uzoqlashadi. Допустим, og'irroq ves bilan 8 ta qilar edi, vesni kamaytirasan, o'sha 12 tadan ishlaysan, lekin maqsad sigda atkazga yaqin borish. Mana shunaqa qilib manipulyatsiya qilsang bo'ladi. Vesni tushirib atkazga yaqin borsam, mushak ketmaydi. Yo'q, ketmaydi. Eng muhimi bu yerda, mana shu уравненияda eng muhimi bu atkazga yaqin borish. Всё, rir 1 и всё. Ves bu vosita. Qanaqa ves bilan atkazga yaqin borasan, o'sha anongdan kelib chiqadi, holatingdan kelib chiqadi-da. Aytayapsan-ku, mana 5 oydan keyin sezilyapti, o'sha не то. Всё, agarda o'sha og'ir ves, ishlayotgan vesing, например, sezyaptimi, shu qandaydir negativ effektlar olib keladi, всё, без проблем, qo'rqmasdan vesni tushirgan holda, lekin atkazga yaqin ishlashing kerak. Единственный salbiy tomoni nima? Charchoqni ko'paytiradi. Markaziy charchoq. Chunki har bitta повторениyaga impuls keladi. Shunga tayyor bo'lishing kerak. Da, men bitta переменныйni yaxshilash uchun, lekin ikkinchidan men tayyor bo'lishim kerak. Ozmos markaziy charchoq ko'p bo'ladi. Lekin sen aytayapsan, men bir podxod qilaman, yetarli. Всё, shunaqa usul bilan qilsang, charchoq juda ham katta bo'lmaydi, bu salbiy ta'sir qilmasligi kerak. Так что давай рабочий подход, погнали. Shoshilmasdan da
Ko'targan paytida harakat qil, shu tirsak oldinga chiqib ketmasin, joyida tursin. Hoppa. Da, хорошо. Programmamizdagi 3-mashq, triceps uchun 2-mashq. Bu yerda уже сразу рабочий подход bilan ishlashni boshlayman, chunki уже markaziy sistema уже все, maksimum aktivatsiyada. Shuning uchun ortiqcha energiya sarf qilmasdan сразу рабочий подходni boshlaymiz. Endi bu hozir растянутый pozitsiyadan bo'ladi. Именно tricepsda mana bu длинный головкаga, uzun головкasiga spesial rag'bat beriladi. То есть cho'zilgan pozitsiyadan. Markaziy nerv sistema tanamni stabilizatsiyasiga applikatsiya qilmaydi, faqatgina triceps bilan ishlaydi. O'tak. Ras, ko'ryapsizlarmi? Mana shu mashq bilan, mana shu mashqda men kattaroq vest ko'tara olaman. Nejeli agarda просто o'tirib ko'targanimga qaraganda. Mana shuning uchun naturalni tanani chiqarmoqchi bo'lgan odam mana shunaqa narsalarga urg'u berib o'rganishi kerak. Minimal darajada o'zini resursini sarf qilib, maksimal darajada stimulni olish uchun. Kimiklar bu haqida o'ylashmaydi, chunki ularga ehtiyoji yo'q-da. Ko'tiga testosteronni urdimi bo'ldi. Toshni ko'taraveradi, ko'tini yirtishim kerak deydi. Pamp qil deydi, shmamp qil deydi, bo'ldi. Biz unaqa qila olmaymiz. Bizga imенно ilmiy yondosh yordam beradi. Tak, откатga yaqinlashyapman. Yana bitta urinib ko'raman. Shu ko'rdilaring, отказ bo'l. Mana endi Shahzod ishlaydi. To'rtinchi mashqimiz bu именно плечелучевая мышца uchun, mana shu bilakka uchun, mana shu bilakka urg'u qaratishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu pronirованный хват deyiladi, mana shunaqa ushlashimiz kerak. Shuning uchun shu mana bu mushakni именно shu funksiyasini tushungan holda biz mana shunaqa xvat bilan, то есть молотni ishlatamiz. Раз. И погнали. Tushirdik. Tushirdik. Bu biceps uchun mashq emas, yana qaytaraman, bu bilak uchun. Еще один. Cheating bilan ham ishlasam bo'ladi, lekin menga bu kerak emas. Cheating bilan ishlashni ham bilish kerak-da. Cheating yomon narsa emas. Uni ham qo'llasa bo'ladi, lekin tushunish kerak, qachon uni qo'llash kerak. Shuning uchun novichoklar uchun tavsiya qilinmaydi. Optinalar uchun, optinalar o'zi biladi, qachon cheatingni ishlatsa bo'ladi, qachon kerak emas. Так что, так, meniki tugadi, endi Shahzodni podxodi. Yaxshi, yaxshi. Mana shunaqa transformatsiya qilgan odamda bitta anosi bo'ladi. Prichinasi. Именно shu prichina odamni постоянно har kuni qilish kerak bo'ladigan narsani qilishga undaydi. Shuning uchun Shahzoddan so'raymiz. Mana sen shunaqa katta qorinda mana shunaqa cho'tki formaga erishding. Sababi nima? O'zingda sekreting bormi yo nima? Shuni bilmoqchiman. Men uchun bu juda muhim. Xo'p, natijaga erishish uchun birinchi o'rinda menga maqsad bo'ldi. Men maqsadim tanamdagi yog' foizini 12% ga tushirish bo'ldi. Tanamdagi yog' foizini 12% ga tushirishdan maqsad mana shu qorindagi presslarimni ko'rishni xohladim. Mana shu 30 yoshga yaqinlashib qolgan bo'lsam, hamma qorinni yo'qotish bo'lsa maqsad, men не только qorinni yo'qotish, mana shu qornimga presslarni ko'rish maqsadim bo'ldi. Shuning uchun har doim harakat qildim. Ilk menga konkretniy o'lchovlarni kontrol qilib, aniq sifra, boyagi maqsad aniqligi 12% ga tushish bo'ldi. Все, menga просто oynaga qarab chiroyli tana yo qorinni yo'qotish emas. Maqsad 12% yog' foiziga tushish bo'ldi va shu natijaga keldim. Xuddi shunday agar tanasini ozishmas, tanasini qurishni xohlaydiganlar bo'lsa, meni maslahatim просто qorinni yo'qotish, yog'ni eritish emas, kattaroq maqsad qo'yinglar. Ya'ni o'sha pressni chiqaraman deb
maqsad qo'ysanglar, boyagi qorinni yo'qotish o'zi jarayon davomiga osonlik bilan bo'lib ketadigan narsa. Mana forma qilindi, hayotingga qandaydir ijobiy yo salbiy ta'sirlar o'tkazdimi, yo mana shu jarayon qandaydir salbiy ta'sirlari bo'ldimi, yo'qmi? Transformatsiya qilganingdan keyin o'zingga ham uverенность bo'ladimi, u yo yaqinlaring atrofida qandaydir o'zgarishlar bo'ldimi, ro'y berdimi? Bu o'zgarish yomon bitta o'zgarishda aytadigan bo'lsam, o'sha hamma o'zimizni bizani xalqimizga shunaqangi мнение bor, ozgan odamni kasal bo'lgan odam deb o'ylaydi-da. Hamma menga, ayniqsa meni bu betim ancha yuzim semiz bo'lgan, betim mana ozganiga hamma nima bo'ldi, kasal bo'lib qoldim. No faktichki tanasiga yog'i kam odam, ozg'in odam sog'lom hisoblanadi. Naborot semiz odam, yog'i ko'p odam u kasalman odamda. Menga kelib semiz odamlar sen kasal bo'ldingmi? Bitta shu qanaqadir nima desam ekan, неприятный bir nima. Atak qolgan hammasi hayotimni sifati oshdi. Hayotimni sifati oshdi. Menga o'sha uyqu, boyagi harakatlar, har tomonlama menga faqat foydasi bo'ldi. Meni bundan bag'iga ham planim massa naborni boshlasam, bunaqangi katta musha yig'ib kattarish emas. O'zimga yarasha ixcham, asosiysi yog' foizi kam bo'lgan sifatli tana qurish meni maqsadim. Zalga borganingda ko'rasizlar, har xil odamlar bor. To'poy kachoklar bor, ximiklar bor, boshqa bor. Ular tomonidan qandaydir negativ bo'ldimi, yo qandaydir ijobiy, qandaydir ko'p jo'ra qanday bo'layapti, qandaydir maslahatlar so'radimi, yo qanday bo'ldi? Endi meniki jarayon doimiy kontrolga bo'lgani uchun, men o'sha hisob-kitoblarni bilganim uchun har doim menga natija bor edi, oydan oyga, haftadan haftaga. Har zalga chiqqanimga chiqib hamma aytadi, o'zgarish zo'r. Shu 10 kun ko'rmagan odam ham bitta ko'rsa o'sha yog'lar erigan, reliefli tana. O'sha hamma qanday buni qilyapsan deb so'radi. Endi men aytdim, shunaqa kaloriya hisoblash, shunaqa deb. Endi baribir bu bilimni bitta maslahat bilan yo bir 5-10 minutlik gap bilan kimdirga tushuntirib bo'lmaydi-da. Bu narsa endi men maksimalni kimlargadir o'rgatishga harakat qilib, menga siz faqat shablon, trenirovочный shablon yoki ovqatlanish shablonni bilmas. Menga bilim deganingiz natijasiga men o'sha jarayon davomiga bir даже 10 tacha meni hozirgi paytga shogirdlarim ham bor. Onlayn, offlayn o'sha zalga meni shogirdlarim ham bor. Ularga ham o'rgatdim, shu yog' foizini hisoblash, hammasini o'rgatib boraman. Молодец, zo'r. Yog' foizim qancha yuqori bo'lsa, shuncha ko'p. Mana shu insulin rezistentni, sakrali diabetga uchrashi mumkin, juda ham ko'p anolar bor. Shuning uchun bilib qo'yinglar-da. U avval edi 100 yil oldin O'zbekistonda, допустим, avval ovqat bilan problema bo'lganda, kimda, например, semiz bo'lsa, qorni bo'lsa, значит, ovqatga anosi возможности bor, u boy hisoblangan, krutoy hisoblangan. Hozir unaqa emas. Hozir kim ozg'in bo'lsa, ortiqcha vazni bo'lsa, mana shu odamlar sog'lom и krutoy. Ortiqcha yog'ing bormi, даже puling bormi, значит, sen pulingni to'g'ri tomonga yo'naltirishni bilmayapsan. Puling bor, lekin ortiqcha vazning bor. Nimaga? Chunki anong bor, возможностьing bor. Rishat qil shu problemani. Ovqat orqali trenirovkaga bor, lekin ko'pchilikni пока что fikrlash darajasi sal pastroq. Bu narsani hali tushunib yetmagan. Shuning uchun mana shunaqa videolar qilib, mana shunaqa transformatsiyalarni ko'rsatib, sizlarga mana shunaqa yo'l borligini ko'rsatib beryapmiz. Ortiqcha vazn naborot yomon bu, undan xalos bo'lish kerak. Lekin undan xalos bo'lish uchun cheklovlarga o'zingni tiqishing kerak emas, trenirovkaga borib ko'tingni yirtishing kerak emas. Mana isbotlab beryapti o'zi natijasi bilan, gaplarim bilan. Hammasini bilim orqali qilsa, все hammasi yengil bo'ladi. Faqatgina mana shu bilim olib, shu bilimlarni qo'llash kerak praktikada, ozma sabrli bo'lish kerak. В любом случае natija bo'ladi. Mana shu bilim orqali qilingan natija butun umriga saqlanib qolinadi. Chunki cheklovlarsiz qilingan. Lekin cheklovlar bilan qildingmi, все, yutqizasan. Natija qilinadi, lekin orqaga qaytib keladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun mana Shahzod yaqqol primer butun O'zbekiston uchun. Qo'l mashqlari bizda tugadi, endi oyoqqa o'tamiz. Yana bitta narsani eslatib o'taman-da. Meni programmam asosida qilyapsiz trenirovka. Meni maqsadim mushak o'stirish emas. Meni maqsadim bor mushakni ushlab qolish. Shuning uchun men shunaqa trenirovka qilaman. Bir podxoddan или ikki podxoddan. То есть biz qilayotgan trenirovkani o'zlaringda programmalaringga переносить qilmanglar. Undan to'g'ri. Har bitta odam uchun programma individual ravishda tuzilishi kerak. Sharoitidan kelib chiqqan holda, maqsadidan kelib chiqqan holda. Eng muhim narsa, chunki meni maqsadim boshqa, meni sharoitim boshqa. Shu maqsaddan, sharoitdan kelib chiqqan holda mana bu programma qilingan. Lekin sizlar mana shu texnika bajarishini, usullarini o'rganishlaring kerak. Itta qaranglar. Oyoq razgibaniya. Bu amerikanskiy trenajyor. Lekin men buni modifikatsiya qilaman. Nimaga? Mana qaranglar. Oyog'im shuncha egilishi mumkin orqaga, ko'ryapsizlarmi? Mana shuncha расстояние просто так ishsiz qolib ketyapti. Не загруженный. Agarda men hozir mana buni qo'ymasam. Shuning uchun men tushunaman.
Iloji bormi, mana bu narsani ko'paytirishim kerak. To есть cho'zilgan pozitsiyadan rag'bat olishni boshlaydi quadriceps. Shuning uchun men mana bu narsalarni olaman. Yaxshi bizda zalimizda bor. Samarqandda eng krutoy zal Hakimov Fit. Samarqandda bo'lsalaring обязательно kelinglar. Bundan yaxshi zal topa olmaysizlar. Itak mana buni qo'ydim. Ko'ryapsizlarmi? Mana qancha. Yaxshilab qo'yaman. Yana bitta narsaga urg'u beringlar. Mana shunaqa trenajyorlarda o'qi bo'ladi. O'ch vrashchение. Mana shu o'q bilan meni tizzalarimda o'qi bir liniyada bo'lish kerak. Agarda oldinga chiqib ketsa optimalniy emas, orqaga ketsa optimalniy emas. Shuning uchun mana bu spinkasini nastroyka qilgan holda men shunday nastroyka qilamanki, o'q bilan tizzalarim bitta tekislikda bo'lishi kerak. Keyin parallel bo'lishi kerak. Parallel. Agarda oyoqlaring sal ochiq bo'lsa, hissalaring keyin bu uzoq muddatda anoga travmaga olib keladi, imенно kolenniy sustavda. Shuning uchun mana shunaqa narsalarga e'tibor beringlar. Tak, hammasini qo'ydim. Endi ikkinchi moment, agarda ko'rsalaring ko'pincha mana bu kachogaklarimizni исполнениесini ko'rasizlar. Qilgan payti qo'lini anosiga qo'yadi. Oyog'iga qo'yadi. Oyog'iga qo'yib qiladi. Endi nimaga unda qiladi? Chunki ular o'ylaydiki, bu mashqni birinchi bo'lib qiladi, asosiy mashq deb hech qachon hisoblanmaydi. И типа разминка 15 tadan 20 ta. Это надо быть очень глупым человеком. Fiziologiyani tushunmasdan shunaqa narsa qiladi. То есть keragidan ortiq charchoq yig'ib oladidan keyin asosiy mashqlarga bo'ladi. Tam prisidaniya va boshqa. Bu optimal emas. Mana bu juda ham krutoy mashq. Shuning uchun men maksimal darajada katta ves qo'yaman и mana bu ushlagichlardan maksimal darajada ushlashlaring kerak. Prosta qilinmagan. То есть men maqsadim markaziy nerv sistemamga shunaqa условия yaratib berishki, faqatgina markaziy nerv sistemam oyog'imda mushaklarini ishga solish bilan mashg'ul bo'lsin. Tanamni stabilizatsiya qilish bilan mashg'ul bo'lmasin. Shuning uchun men yaxshilab ushlayman. Nima bo'lmasligi uchun. U ko'tarilib ketmasin. Faqat oyoq bilan ishlayman. Pogнали. Ras. Oyoq uchimni всегда tepaga ko'taraman, ko'tarishni. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 еще один. Все, отлично. Все, mana rir 1 yo 2 bo'ldi. Так как men maqsadim mushaklarni rivojlantirish emas, mana shunaqa ishlayman. Давай, до отказа, прям до отказа надо отработать. Давай, yaxshi ketyapti. Давай. Yana bitta urinib ko'r, Хорошо, yana bitta qilishing kerak. Urinib ko'r. Biz bilamiz-da, bu отказ bo'ldimi, yo'qmi? Действительность. Может bo'ladi. Ko'rdingmi? Bo'ldi. Buni hozir qilmaganingda o'zingga tuyuladi, biladi, qila olmayman deb. Lekin urinib ko'rish kerak. Urinib ko'rdingmi? Bo'lmadimi? Значит, 100% bu отказ bo'ladi. Hozirgi holating juda ham yaxshi. Где-то plus-minus 12-11,5% yo'q. Necha foizgacha tushmoqchisan? Mani o'zi planim 12% edi, lekin 12% da men xohlagan tanani ko'ra olmadim. Men yana ham suxoy, yana ham relyefniy tanani ko'rmoqchi edim. Hozir ikkilanib turibman. Massanaborni boshlab, keyinchalik yana suxoylashsammi, ana yog' foizini tushirsam yo hozir bir yo'la 10% larga borsam, hozir ikkilanib turibman. Bir qarorga kela olganim yo'q. Prosta men o'ylaganim massanabor hali unchalik bilimim yo'q, hali o'qiganim yo'q. Shtobi massanaborga yog' yig'ib bormasin tanam deb shuni. Da, bu juda ham to'g'ri podxod, chunki ko'pchilik noto'g'ri qiladi. Sushkadan chiqishni ham bilish kerak. Shuning uchun mana shu sushkadan chiqish jarayoni 2 hafta davomida podдержкада o'tiriladi. Birdaniga profitga ketish kerak emas, chunki hozir senda в любом случае ozmoz bo'lsa metabolik moslashuv rivojlangan. Agarda birdaniga profitga o'tib ketsang, yog' yig'adi. Da, приспособиться qilmaydidan yog' yig'ilishni boshlaydi. Shuning uchun metabolizmda aytaylik avvalgi faolligini ko'tarish uchun 2 hafta podдержкада o'tiladi. Keyin akkuratni faolligiga qarab, yog'siz tana vazniga qarab profit belgilanadi. Shuning uchun o'qish kerak. Endi massanabor kurslarni o'qimagansan, o'qishni boshlaysan, уже sekin-sekin shu narsani o'rganib, и как обычно defitsitni qanday qilding? Xuddi shunday massanabordan bilimni olasan, yog' yo'qotishda natija tez bo'ladi. Допустим, mana 6 oy kimdir aytish mumkin, 6 oy ham ko'p, lekin mana shunaqa cheklovlarsiz, sekin-sekin dietadan salbiy ta'sirlarni sezmasdan qilinadigan rezultat mana shunaqa bo'ladi. Vaqt kerak. Lekin mushak o'sishi juda ham sekin bo'ladi. Shuning uchun massanabor qilgan paytda уже сразу birinchi qadamlardan tushunishimiz kerak. Bu menga хотя бы как минимум 1 yil kerak. A может быть и ko'proq.
yog' yo'qotishda wow effekti tezroq qilsa bo'ladi, lekin mushak o'sishda, tim более sen novichok emassan, qandaydir anolaring bor уже, moslashuvlar rivojlangan, shuning uchun senga ko'proq vaqt kerak. Shuning uchun shu tushunchani kallaga qo'yishing kerak. Tez natijani kutish kerak emas. Shuning uchun tez natijani kutsang, imенно ko'pchilik nimaga taroziga bog'liq bo'lib qoladi. Har hafta 1 kilo bo'lmasa bo'lmaydi. Tiqaveradi bu qandaydir psixologik senga yoqadi, lekin ko'zguda yog' yig'ib ketasan. Sifatsiz bo'ladi. Da, shuning uchun shuncha qilgan mehnating, например, uni 6 oy obnulitsa qilishi mumkin-da. Shuning uchun mana shu bo'lmasligi uchun sifatli mushak yig'ish uchun plus minus yog' miqdori ham ozmas ko'payadi. В любом случае buni nima qilib bo'lmaydi. Nivelet qilib bo'lmaydi. Или sen juda ham kichkina profitsiyada o'tirishing kerak. Bu mushak o'sishini yana sekinlashtiradi. Shuning uchun optimal emas. Shuning uchun 12% dan boshlaysan, o'zingga qandaydir yuqori krasniy zona qo'yasan, допустим. Men masalan bordaman. Men profitga chiqyapman. Допустим, agarda men 15% gacha yaqinlansam, yog' foizim. Men хотя бы 2-3 hafta davomida mini sushka qilaman, tam 2-3% ga tushirib olaman, keyin yana masalan bor. Xuddi mana shunaqa mini sushkalar bilan ham masanaborda amalga oshirsa bo'ladi. То есть mana men shunaqa qilaman. 15% men uchun это patolog. 15% bo'ldimi, birdaniga qilaman. Men shunaqa yuraman. Shunaqa qilishing mumkin. То есть bu qandaydir один из методов-da. Bu metodlarni o'zingning sharoitingdan kelib chiqqan holda o'zingga moslashtirsang bo'ladi, это не проблема. Просто любой odam masanaborga kirayotgan odam o'zi uchun yuqori chegarani qo'yish kerak. Mana shu foizga yaqinlashdimi, все, значит, birdaniga qandaydir уже nimalarni qilishim kerak, kamaytirib keyin yana masanabor. Mana shunaqa qilinadi. Так что podдержкада o'tirasan, masanabor kursda o'qishni boshlaysan, hammasi cho'tki bo'ladi. Вот так. Mana bu trenajyorda ham o'qi bor. Bu yerda ham nastroyka qilganimizda trenajyorda o'qi bilan tizalarimizda o'qi bir tekislikda bo'lishi kerak. Все, nastroyka qilindi. Buni maksimal darajada qilsamiz, все. Oyog'imiz parallelni. Bu hamstringlarga oyoqning orqa qismiga. Do konca tegadi, pauza, sekin qo'yamiz. Хорошо. Yaxshi. Еще 2. Последний. Красавчик. Mana bo'ldi. Defitsitda uzoq payt bo'lsa, baribir xohlaymizmi yo'qmi, sal bo'lsa ham metabolik moslashuvchanlik bo'ladi. O'sha momentga organizm gormonlar ishlab chiqarish sekinlashtirsa, testosteron ham tushadi, to'g'rimi? O'sha momentga bizlar yog'imiz kamayaveradi, u testosteron ko'tariladimi, yana o'sha yog' kamayganning hisobiga. Agarda sen tanqislikda emassan, допустим, mana tanqislikdan oldingi holating bor-ku, yog' miqdori ko'p. Shu paytda testosteroning past bo'ladi, pastroq bo'ladi. Chunki ortiqcha yog' bo'lsa, yog' hujayrasi aromataza ferment orqali testosteronni estrogenga aylantirib tushiradi. Endi sen tanqislikka o'tirding, yog' ketyapti. Testosteronning sekin-sekin normaga chiqadi. Тем более sen tanqislikda juda ham tanqislik miqdorini katta qilmaysan-ku, 300 kaloriya, no maksimum 500 kaloriya. Yog' ketyapti, testosteronning norma bo'ladi. Endi normaga keldi, aytaylik 15% dan 16%. Tanqislik davom etyapti. Уже sen 2 oymi, 3 oy tanqislikdasan, уже mana shu yerda sekin-sekin negativniy effektlar bo'lishi mumkin. Chunki qalqonsimon bez gormoni tushadi, faolligi, leptin tushadi. Shuning uchun har 2 oyda defitsitdan перерыв qilish tavsiya qilinadi. 2 oyda tanqislikda o'tirdingmi, хотя бы 2-3 haftaga normaga chiqasan, podдержкаga, gormonlarning faolligini ko'tarasan joyiga, psixologik razgruska bo'ladi, keyin yana 2 oyga ketasan. Mana shunaqa sekin-sekin mana shunaqa negativniy effektlarni his qilmasdan kerakli yog' foiziga tushsa bo'ladi. Lekin yog' foizing, допустим, 12 bo'ladimi, 11%mi, 10%mi, podдержка kaloriyada yurasan-ku, testosteronning joyiga keladi. Так что testosteronni tushishi именно tanqislikda ko'p o'tirganing evaziga, tanqislik miqdori juda ham baland bo'lgan evaziga asosiy mana shu faktorlar bo'ladi, testosteronni pasaygani. Normaga ko'tarilsang, kaloriyangni normaga ko'tarilsang, bo'ldi. Обязательно erkak uchun bu aytib o'tish kerak. Testosteron o'zi anodan xolesterindan sintez bo'ladi-da. Shuning uchun xolesterin bor bo'ladigan masalliq deyish kerak. Bu nima? To'yintirilgan yog' desak ham bo'ladi, lekin optimalroq bo'ladi tuxumni sarig'i. Xolesterindan tashqari u yerda jirorasvarimiy vitaminlar, A, D, E vitaminlari bor, xolin bor. Shuning uchun optimalroq bo'ladi. Shuning uchun erkak kishi har kuni
shuni odatga aylantirish kerak, хотя бы kuniga 2 tami 3 ta tuxum yeyish kerak. Shahzod bizda yosh tadbirkorlardan biri. Shuning uchun qanaqa tavsiya berasiz imенно O'zbekistonda tadbirkorlarga? Ularda soqasi bor, возможность bor. Nima qilish kerak? Yog'i kam, mushagi o'ziga hayoti uchun yetarli bo'lgan tana bu sifatli tana hisoblanadi. Bu tanani har qancha pulga ham sota olib bo'lmaydi. Buni bahosi yo'q. Bunga faqat bilim, mehnat bilan erishiladi. Shu tadbirkorlardan hozir ming puli bo'lgani bilan sifatli tana bo'lmasa, hayot darajasining sifati tushib ketadi. Shuning uchun hammaga maslahatim sog'lom, sifatli, chidamli tana quringlar. Faqat bilim asosiy bo'lsa u uzoq vaqt davom etadi va sifatli bo'ladi. Bitta narsani kallaga qo'yinglar tadbirkorlar. Sizlar samoстоятельный odam, sizlar boshqalarga primer bo'lishlaring kerak. Soqqalarda ishlashni bilasizlarmi? Da, это уже juda ham katta yutuq. Ikkinchi moment, o'zingni bilimlaring bilan birovga qaram bo'lmasdan tanalaringni qurishlaring kerak. Mana yaqqol primer. Kursga keldi, bilimni oldi, всё. Mendan so'ragani yo'q, men nima yey, nima qiling. Kursda berilgan bilimni oldi, samoстоятельно mana shu bilimlarni sharoitidan kelib chiqqan holda amaliyotda qo'lladi, mana shunaqa natijaga ega bo'ldi. Undan tashqari shogirdlarim bor deyapti. To есть faqatgina o'ziga yordam emas, boshqalarga ham atrofiga ham yordam bera olasiz. Sizlar ham shunaqa bo'lishlaring mumkin, ishlar ham shunaqa bo'lishlaring kerak. To есть jamiyat uchun primer bo'lishlaring kerak. Soqatni ishlashni bilasizlarmi? Da, krasavchiki. Единственный, yana qo'shimcha qilishlaring kerak. O'z tanalaringni yaxshi darajaga chiqarib, boshqalarga yana ham primer bo'lishlaring kerak. Samoстоятельно, chunki tana kimniki? Bizniki. O'zimiz zainteresованный bo'lishimiz kerak. Bu tanada любой sharoitda ovqatlanishimiz bo'ladimi, trenirovkamizmi o'zimiz amalga oshirishimiz kerak. Birovga qaram bo'lmasliklaring kerak. Menga trener kerak, menga o'rgat. Всё, bu metoddan va вообще voz kechinglar, bu dedovskiy metod. Hozir hamma narsa samoстоятельно qilinadi. Imkoniyat bor, kelinglar, o'qinglar, bilimni olinglar, birovga qaram bo'lmasdan kerakli natijaga erishinglar.